Madaniyat vazirligi artistlarning soliqqa tortilishidan norozimi? Vazirlik bu boradagi munosabatini bildirdi. Xabaringiz bor, so'nggi paytda san'atkor va boshqa madaniyat xodimlarining soliqqa tortilishi muhokama mavzusida. Kimdir to'lasin deydi, kimdir yo'q. San'atkorlarning o'zi ham bu borada turli fikrda. Xo'sh, 1-sentyabrdan soliqqa tortiladiganlar kimlar? Gap to'ylar, konsertlar, restoran va klublarda ishlaydigan qo'shiqchilar, boshlovchilar, DJ-lar, musiqachilar, raqqosalar va boshqa ijrochilar haqida ketmoqda. 2029-yil 1-yanvargacha soliq bir xizmat bir to'lov tamoyili asosida ijrochining haqiqiy daromadidan qat'iy nazar belgilangan miqdorda undirilishi rejalashtirilmoqda. Bundan hatto xizmat bepul ko'rsatilgan taqdirda ham soliq to'lanishi kerak. Davlat tadbirlarida ishtirok etish esa bundan mustasno. Bundan Samandar Hamroqulov biroz norozi bo'ldi va ahvoli og'ir, kreditlari ko'p san'atkorlar qiynalib qolishi, bu ularga og'irlik qilish haqida gapirdi. Davron Ergashev esa adolat yuzasidan soliq to'lanishi kerakligini aytdi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova esa hamma san'atkorlarga yopishaverganidan norozi. Primadonna davlat tadbirlarida tekinga xizmatlar, litsenziya va yana boshqa pulsiz xizmatlarni tanqid qilib, amaldorlarga e'tiroz bildirdi. Soliq qaysi tomonga soliq qo'yiladi? Uni o'ylash kerak. San'atga endi umumiy qilib aytsam borku, o'sha rahbariyatlarimiz ham eshitsin-da, biz prezidentimizga material olib kelayotganlar juda adashadi-da. Ana endi maslarga aytaman-da. Indamay keladi shu kunga cho'rdi. Voy, to'ylarda isrofgarchilik bo'lyapti, san'atkorlar qisqartirish kerak. Agar biz isrofgarchilik bo'lsa, konsertlarga qo'ymanglar bizni. Nima qilib davlat tadbirlariga bizni qo'yyapsiz? Muhokama kuchaygandan so'ng esa Madaniyat vazirligi holatga munosabat bildirdi. Unga ko'ra, Adliya vazirligi tayyorlagan konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni soliqqa tortish va hisobini yuritish tizimini soddalashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish to'g'risidagi qaror loyihasi Madaniyat vazirligi hamda O'zbekkonsert davlat muassasasi tomonidan atroflicha ko'rib chiqilgan. Madaniyat vazirligi tomonidan loyihaning ayrim bandlari bo'yicha rasmiy e'tirozlar kiritilganiga qaramasdan, u Adliya vazirligi tomonidan jamoatchilik muhokamasiga chiqarildi, deydi vazirlik. Madaniyat vazirligiga ko'ra, artistlar umuman soliq to'lamaydi degan da'volar to'liq haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Chunki san'atkorlar har oyda bazaviy hisoblash miqdorining kamida 1 baravari miqdorda ijtimoiy soliq to'laydilar. Bundan tashqari, ular deklaratsiya asosida yillik daromadining 12% miqdorida jismoniy shaxslar daromad solig'ini to'laydi. Shuningdek, O'zbekkonsert tomonidan litsenziya uchun ham pul to'lashadi. Amaldagi tartibga ko'ra, konsert tomosha sohasida faoliyat yurituvchi shaxslar soliq to'lash tizimidan tashqarida emas. Ular uchun qonuniy soliq mexanizmi amalda mavjud va qo'llanilmoqda. Madaniyat vazirligi qaror loyihasining ayrim bandlariga yengilliklar kiritish, amaliy qo'llash mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish, soliq miqdorlarini toifalar kesimida adolatli belgilanishi kerakligini bildirgan. Yana sohaning turli ishtirokchilari uchun tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy etish hamda qator normalarni yanada aniqlashtirish bo'yicha taklif va e'tirozlarni kiritgan. Vazirlik qaror yuzasidan barchaning fikri muhimligini bildirgan. Madaniyat vazirligining asosiy maqsadi bir tomondan sohada shaffoflik va qonuniylikni ta'minlash, ikkinchi tomondan esa ijodkorlar faoliyati uchun barqaror, adolatli va amaliy jihatdan maqbul shart-sharoitlarni saqlab qolishdan iborat, deyiladi xabarda. Sizningcha, san'atkorlarga bu borada yengillik berilishi kerakmi yoki katta soliqlar solinishimi? Yoki san'atkorlar uchun mavjud soliqlar yanada qat'iylashtirilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.